Bilaman, vaqtingiz kam, imkon qadar tezgina obzor qilib beraman. 90 kvadrat metr Mirobod avenyudamiz. Bilasizlar, bu novostroyka juda ham o'ziga xos hisoblanadi. Aynan lyuks olamiga sho'ng'imoqchi bo'lsangiz, Mirobod avenyudan xonadonlar olishni albatta bitta o'zingiz uchun o'ylab qo'ying. Demak, o'rtoqlar, ichkariga kirib keldik. Mana bu yerda kichkinagina, ixchamgina, lekin yorug' va mnogo funksionalli biz oshxonani ko'rishimiz mumkin. Eshiklarni ocharkanmiz, biz dam olish zonasiga o'tamiz. Bu yerda televizor, bu yerda yumshoqqina mana bitta zona maza qilib o'zingiz vaqt o'tkazishingiz mumkin. Demak, koridor bo'ylab yurarkanmiz, chap qo'limizda kattagina shinam prixoshka va mana bu eshik ortida uyimizning birinchi sanuzeli berkitib ketilgan, yorqin, oppoq ranglardan foydalanilgan, juda ham chiroyli. Bu yerda esa kattagina oyna, mana bu yerga o'zingizni barcha narsalaringizni qo'yib qo'yishingiz yoki bu yoqqa taxlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Xullas, shkaf tomonlama, joy tomonlama umuman bu uyda ko'rib turganinglardek hech qanaqa muammo yo'q. Endi esa koridor bo'ylab yurarkanmiz, to'g'rimizdagi eshik bu ikkinchi sanuzelimiz hisoblanadi. Dushlarga alohida bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Bu yerda ham aynan beton effekti ishlatilgan va uyga haqiqatan ham o'ziga xos chiroyli vid berib turibdi. Endi esa birinchi yotoqxonaga kelamiz. Birinchi yotoqxonamiz to'q ko'k rangda. Bu yerda yig'ilgan bosiq ranglardan foydalanilgan va albatta mebellar ham mana shu ruhiyatga mos qilib ishlangan. Endi esa yuringlar, ichkariga o'tamiz va keyingi ikkinchi yotoqxonani sizlarga ko'rsataman va ikkinchi yotoqxonamizga kirib kelar ekanmiz. Biz bu yerda yashil rangni ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda bo'li atmosfera yorqinroq va mana bu oynamiz ortida esa Mirobod avenyuni hovlisiga qaragan vidi bilan o'ziga xos manzara ochilyapti o'rtoqlar. To'g'risi, shaxsan menga mana shu uyda yana yoqqan tomoni bu butun uyni qoplab olgan mana shu laminatlar bo'ldi. Chunki laminat haqiqatan ham uyga o'ziga xos lyuks atmosferasini bergan. Bu laminatlar esa MAF brendidagi do'stlarimiz tomonidan taqdim etilgan va bu Jos Bamont Gusto kolleksiyasiga tegishli hozirgi kunda O'zbekistondagi eng bestseller, ko'p sotilayotgan laminatlardan hisoblanadi. Sababi sifati juda ham yuqori, narxi esa albatta hamyonbop. MAF brendida siz nafaqat laminat, balki juda keng assortimentdagi uyingizni interyerini haqiqatan ham nihoyatda chiroyli qilish uchun turli xil narsalarni topa olasiz. Bolalar, sog' bo'linglar.